Yaponiya 2050-yilda yashaydi. Bu shaharga xuddi ilk kelganimdek hali ham oshiqman. Hozirda 6 yildan oshiqroq vaqt davomida Headhunter bo'lib faoliyat yuritaman. Kasbim haqida esa keyingi videolarimda albatta aytib beraman. Men har doim magistraturani chet elda o'qishni orzu qilardim, lekin qayerda bilmas edim. To turmush o'rtog'im o'qishlarini davom ettirish uchun Yaponiyaga ketmagunlaricha. Yaponiya endi tush emas, maqsadimga aylandim. Men o'qishga qabul qilindim va hayotimni bir chemodonga joylab, O'zbekiston bilan xayrlashib, men uchun butunlay begona bo'lgan mamlakatga keldim. Lekin darhol unga oshiq bo'ldim. 2 yil deb kelganim 8 yilga aylandi. Bu yerda ish topdim. 3 farzandning onasiga aylandim. Yaponiyani esa ikkinchi uyimga aylantirdim. Yaponiya go'zalligi, o'rganishimiz kerak bo'lgan saboqlari, kundalik mo'jizalarni sizlar bilan bo'lishish uchun blog ochishga qaror qildim. Yapon hayoti va undagi haqiqiy voqealarni bilish uchun albatta obuna bo'ling.